Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar. Do'stlar, kimda zob, angina va homilador ayollarda yot yetishmovchiligi kuchli toksikoz bo'lyapti? Kimda bor? Mana davosi. Ruschasiga turnishlik, o'zbekchasida buni nomini qo'y tikan deydi. Qo'y tikan, qo'ylarga yopishib yuradi tikan, agar bilsangiz. Mana do'stlar, mehribon Alloh bizlar uchun shunday narsalarni oyoq ostimizga o'stirib qo'ygan. Qarang, ko'ryapsizmi? Shundoq oling, tanasi bilan oling mayli, barigi bilan. 2-3 osh qoshiq dozada olib, shuni 1 litr qaynab turgan suvga soling. 1 minut qaynatib oling yoki 2 soat damlab qo'ying o'sha suvga, 3 mahal iste'mol qiling. Buni pishib yetilgan vaqtda bargi tanasi tikoni bilan aralashtirib maydalab 2-3 qoshiqni 1 litr qaynoq suvga solib damlang yoki qaynatib olib 3-4 mahal iste'mol qiling biron oy. Hattoki sahrni tushiradi, ishonasizlarmi? Sahrni, qandli diabetni davolash xususiyati bor, oshqozon osti bezi va hamda jigar ish faoliyatini tiklab beradi. Do'stlar, bu o't pufagidagi muammolarni ham bartaraf qilish xususiyati bor ekan. O'rtoqlar, bu narsani hozirdan yig'ishni boshlang, yo'qsa menga o'xshaganlardan 100 grammni falon pulga olishga majbur bo'lasiz. Chunki biz ham mehnat qilamiz, buni quritamiz, yuvamiz, maydalaymiz. Xullas, sog' salomat bo'ling, Allohga omonatsiz xayr, asosiysi o'zida asrang.